Assalomu alaykum yorobun. YouTube orqali koreys tilidan birinchi darsimizni boshlaymiz. Birinchi darsimizda hangul, alifbo, mo'im, unli harflari, cha'im, undosh harflari va patchim, yopiq bo'g'inni o'rganamiz. Birinchi unli harflardan boshlaymiz. A, ya, o, yo, i, o, yo, u, yu, i. Unli harflarimizni o'z yozilish qoidasi bor. Chap tomondagi tablitsaga qarab, o'ng tomondagi tablitsani to'ldirishinglar kerak. YouTube ga joylangan barcha darsliklarni Telegram kanalimizga o'tib yuklab oling. Cha'im undosh harflarimiz: K, G, N, D, T, R, L, M, B, P, S, Sh, Ng, Ch, J, Ch, K, T, P, X. Undosh harflarimizni ham qoidasiga qarab, o'ng tomondagi tablitsani to'ldirib chiqishinglar kerak. Qo'shma unli harflarimiz, ya'ni difton harflari: E, ye, va, vo, vi, uy, ve. Qo'shma undosh harflarimiz: K, T, P, S, Ch. Qo'shma unli harflarimizni ham o'z yozilish qoidalari bor. Shu qoidalarga qarab, o'ng tomondagi tablitsani to'ldirib chiqing. Yozish qoidalarini o'rganamiz. A, ya, o, yo, i. Bu unli harflarimiz tik unli harflari hisoblanadi va undosh harfining o'ng tomoniga yoziladi. Misol uchun K. K undosh harfimiz, A unli harfi. A unli harfimiz K undosh harfini o'ng tomoniga yozildi. Ni, to, ya, o, yo, u, yu, i. Bu unli harflarimiz yotiq unli bo'lganligi uchun undosh harfini pastki qismiga yoziladi. Mo, b, u, hyo. Chap tomondagi tablitsaga qarab, o'ng tomondagi tablitsani to'ldirib chiqing. Patchim, yopiq bo'g'in. Bo'g'in bu nima? O'zbek tilida ham, koreys tilida ham so'zlar bo'g'inlardan tashkil topadi. O'zbekchada misol: kitob, ki-tob, ikkita bo'g'in. Maktab, mak-tab, ikkita bo'g'in. Ona, o-na, ikkita bo'g'in. Koreyschada misol: ka, bitta bo'g'in. Hat, kyo, ikkita bo'g'in. Han, guk, ikkita bo'g'in. Bo'g'inlar bitta so'zda bir nechta bo'lishi mumkin. Patchim koreys tilida bo'g'in oxirida keladigan undosh tovushni bildiradi. Oddiy qilib aytganda, koreys yozuvida har bir bo'g'in qilcha 3 qismdan tuziladi. Boshlang'ich undosh, cho'song,
unli, chungsong, so'nggi undosh, patchim bo'lishi mumkin yoki bo'lmasligi ham mumkin. Masalan, ka bitta bo'g'in, lekin patchim yo'q. Keyingi misol kak bitta bo'g'in, lekin bu yerda patchim bor. Ya'ni bitta bo'g'indagi 3-harf. Bu yerda k harfimiz 3-harf bo'lganligi uchun patchim hisoblanadi. Keyingi so'zimiz salm. Bu so'zimiz ham bitta bo'g'indan iborat bo'lib, l, m harfimiz patchimga tushgan. Ya'ni bitta bo'g'indagi 3 va 4-harfimiz. Demak, patchim koreys tilida bo'g'in oxiriga tushadigan undosh harfini anglatadi. Ya'ni bitta bo'g'inda 3 va 4-harf patchim hisoblanadi. Koreys tilida barcha so'zlar undosh harfi bilan boshlanadi. Agar so'zimiz unli harf bilan boshlanadigan bo'lsa, so'zimizga to'ldiruvchi undosh n harfi yordamga keladi. N harfimiz to'ldiruvchi bo'lib kelganida talaffuz qilinmaydi. N harfimiz so'z boshida kelganda talaffuz qilinmaydi. Bu holatda u faqat joy egallab turadi. Chunki koreys yozuvida bo'g'in doim undosh bilan boshlanishi kerak. Masalan, ai bola, ai bola, o'nil bugun, o'nil bugun, iyagi suhbat, iyagi suhbat, ai o'nil iyagi. Bu so'zlarimizda n harfi unli harflarimizga to'ldiruvchi bo'lib kelganligi sabab talaffuz qilinmaydi. N harfimiz bo'g'in oxirida patchim holatida kelsa, n deb talaffuz qilinadi. Misol uchun, pang, xona, pang, xona, kong, to'p, kong, to'p, undong, sport, undong, sport, pang, kong, dong. Bu so'zlarimizda n harfi patchim holatda kelganligi uchun n deb talaffuz qildik. Undong so'zimizdagi un so'zimizda boshida kelganligi uchun talaffuz qilmadik. Demak, n harfimiz so'zni boshida kelib to'ldiruvchi bo'lib kelganida talaffuz qilinmaydi. So'zni oxirida patchim holatda kelganida esa n deb talaffuz qilinadi. N harfimizni yotiq unli va tik unlilar bilan yozilish qoidasi. Tik unli harflarimiz n harfimizni o'ng tomoniga yoziladi. Yotiq unli harflarimiz esa n harfimizni pastiga yoziladi. Usan, soyabon, yagu, beyzbol, ago, timsoh, yov, tulki, uyu, sut. Keyingi qoidalarimiz: ch, j, ch, ch, s, s. Bu harflar patchimda, ya'ni bo'g'in oxirida kelsa, hammasi t tovushiday o'qiladi. Masalan, nat. Ch harfimiz patchimda kelganligi uchun t deb talaffuz qildik. O't. Bu so'zimizda s harfi ham patchimda kelganligi uchun t deb talaffuz qildik. Pit. Bu so'zimizda ham s harfimiz patchimda kelganligi uchun t deb talaffuz qildik. Ya'ni ularning yozilishi turlicha, lekin o'qiyotganda t deb talaffuz qilinadi. Ch, j, ch, ch, s, s. Bu harflarimiz patchimda kelib, ulardan keyin undosh harfi kelganda ham t tovushiday o'qiladi. Natta. Ch so'zimizdan keyin t undosh harfimiz kelganligi uchun ch so'zimiz ham t deb talaffuz qilinadi. Utta, itta. Bu so'zlarimizda ham s harfidan keyin
undosh harfi kelganligi uchun S harfimiz T deb talaffuz qilinadi. Ya'ni bularni ham yozilishi turlicha, lekin o'qilayotganda T deb talaffuz qilinadi. Agar Ch, J, Ch, Ch, S, S bu harflarimiz pachimda kelib, ulardan keyin unli harf keladigan bo'lsa, barchasi o'z holatida o'qiladi. Masalan, Naje, Iso. Nat so'zimizda Ch harfimizdan keyin unli harf kelganligi uchun o'z holatida o'qilyapti. Naje. Iso. Bu so'zimizda S harfimiz pachimga tushib, undan keyin unli O harfi kelganligi uchun o'z holatida o'qiladi. Endi esa xulosa qilib olamiz. Ch, J, Ch, Ch, S, S. Bu harflarimiz pachimda kelib, ulardan keyin hech qanday harf kelmaydigan bo'lsa, T deb talaffuz qilinadi. Yoki ulardan keyin undosh harfi keladigan bo'lsa ham T deb talaffuz qilinadi. Lekin bu harflarimiz pachim holatida kelib, ulardan keyin unli harfi keladigan bo'lsa, o'z holatida o'qiladi. Agar undosh S dan keyin quyidagi unlilar kelsa, I, Ya, Yo, Yu, Vi, unda S harfimiz Sh deb talaffuz qilinadi. Misol uchun, Shijang, bozor. Shijang emas, Shijang deb o'qiladi. Keyingi so'zimiz Shin, Xudo. Shvida, dam olmoq. Shochi, rubashka. Shige, soat. Shijak, boshlash, boshlamoq. Shine, shahar markazi. Shavo, dush. Bugungi darslikdagi yangi so'zlarimiz: Saram, odam. Chip, uy. Hakko, maktab. Koshil, sinfxona. Hakseng, o'quvchi, talaba. Sonsengnim, o'qituvchi. Chek, kitob. Kongchek, daftar. Pen, ruchka. Cheksang, stol. Kajok, oila. Nara, mamlakat, davlat. Hanguk, Koreya. Shijang, bozor. Nalshi, ob-havo. Kompyuter. Shige, soat. Ton, pul. Imshik, ovqat. Pap, pishirilgan guruch. Mul, suv. Cha, choy, mashina. Kopi, qahva. Chingu, do'st. Munpop, grammatika. Uyja, stul. Kabang, sumka. Mun, eshik. Changmun, deraza. Chonhua, telefon. Kada, bormoq. Oda, kelmoq. Moqta, yemoq. Mashida, ichmoq. Chada, uxlamoq. Ironada, o'rnidan turmoq. Kongbuhada, o'qimoq. Peuda, o'rganmoq.
ilhada ishlamoq, sida yozmoq, ishlatmoq, ikta o'qimoq, titta eshitmoq, tinglamoq, malhada gapirmoq, poda ko'rmoq, qaramoq, mannada uchrashmoq, sada sotib olmoq, palda sotmoq, mandilda yasamoq, qilmoq, chuda bermoq, patta qabul qilmoq, olmoq, salda yashamoq, chukta o'lmoq, kotta yurmoq, piyoda yurmoq, tuyda yugurmoq, tada chiqmoq, transportga chiqmoq, chuvahada yoqtirmoq, shirohada yomon ko'rmoq, kidarida kutmoq, sengakhada o'ylamoq, saranghada sevmoq. Suvobi kunnasimnida. Dars tugadi. O'nil peunneyon ko'k bo'ksib haseyo. Bugun o'rgangan narsalarni albatta takrorlang. Chilmun issimyon tekkrlo namga ochuseyo. Savollaringiz bo'lsa izohlarda qoldiring.